Keyin bu Akbala'nın temasını aytdingiz. Akbala'da dedingiz ki bu narsani Akbala'ni nima qildi bular? Nima deydi? Mecburladi shunaqa gapirishga dedingiz. To'g'ri. Shunaqa dedingiz. Hozir aziz xohlasangiz meni chonidan oching. Telegramdanmi, WhatsAppdanmi? Men sizga mana 1 2 3 soatdan ko'p zaps var. Başından oxirigacha. Chunki ben tecrübeliman. Bunu sizga ham aytganman, to'g'rimi? Ben tecrübeli bo'lib turdim aziz bu temalardan. Qo'rqaman biladi dedim. To'g'ri. Sizga 5-6sini jo'natib hammasini Yo, jo'natmang, qo'yib bering, bitta eshitsin, qo'yib bering. Yo'q, Eshitdim. Sardor to'xta. Oxirgacha xohlasa eshitting, ertalabgacha vaqtingiz bo'lsa, ertalab men hozir efir yopib, ertalab ochaman. Hammasini eshitdim. Men bilaman, özür deysizda, men hani ona qizishib ketdim, Akbala'nın nimasiga uchib ketdim deysiz. Nimaga mening sizga yomonligim, nima tegdi bu narsani İstanbul uyushtiruvchi Sardor gaz berdi onga, Sardor bunga gaz berdi deysiz. Sebep nima? Men Akbala'ga 100 marta ham aytdim, o'sha quruqda Ali Banat ham guvoh, Sardor ham guvoh, ana u ham guvoh, Akbala ham guvoh. Xo'p. Onaqa aytmaydi o. Ben senga ishonmayman dedim. Ben senga ishonmayman dedim. Men sizni zapsingizni men eshitdim. Endi eshitdingiz, bilaman, endi eshitdingiz. Siz ham hayron bilaman, endi eshitdingiz. Hozir nimaga o'zimizga chiqmayapsiz bular yosh bolaga o'xshab bizni Men gaplashib qolmadim. Men umuman o'zim men banisadaman. Men deylik chekinish qildim. Hozir efir ham ochasiz-ku, banisdasiz. Efir ochaman, razbor. 1 soat, yarım saat oncha hurmatimiz yo'qmi shu qurugun? Qarang, men sizga deyman, bo'ldi, men sizga gapiray, to'g'ri mana. Bo'ldi, gapiring. Meni achchig'im chiqqani. O nimani qo'ying, u aqbalani. Aqbala sizlarni toza chumoq qildi. Loq qildi. Aytdimmi men go'sht ham aytdim. Hamma zapsni menga tashab, hamma zapsni menga tashadi. Nima gap ketgan hammasini. Joning yo'q hamma zaps. Menda bor. Xo'p, mana men sizga qo'yib beraman. Mana Sardor bilan addini gaplashgan. Addini gaplashgan. Men telefon qilib menga gapirgan gaplashgan. Hammasi tashab bergan menga. Qara, menga gapirgan gapingni chiqib turib gapir hozir dedim. Komment yo'q. Otajon komment yo'q. Xo'p, Sardor, sen men bittadan bir minut bitta savolim bor-da, men ham qizishmaylar lekin. Qizishmas, nima uchun qizishamiz? Men aytaman, qizishmaylar. Ben bugün aynadan video qo'yishingdan oldin yarim soat oldin men ichkaridan chiqdim, aytdim palajinamda mana shunday bo'lib qoldi dedim. To'rtalamiz gaplashdik, to'g'rimi? Ha. Nima uchun video qo'yding, o'g'ay? Nima uchun o'sha joyda aytmading? Men seni yomonlab, biror joyda yomonlab qo'ydimmi? Prosta tak meni onam, meni oilam, meni semyam bilasan, meni chestim. Men oilang haqida birorta nojo'ya gapirdimmi? Bitta savolim bor-da, meni oldimga kelishingda ham onam aytadi. Bilaman. Onam seni yomon ko'rishsa, shuncha bir bizani yaqinlashtirib, shuncha bir aytaychi-da, Sardor, tortib tur, azdan oqib tur, az bilan o'ynab tur, azgan oqib tur deb bechora onam aytadi. Men xafa bo'lganim birinchi o'rinda. Men shunday chiqdim, ikkalamiz Gostida WhatsAppda gaplashdik, to'rtalamiz Ali Banat, sen, men, Istanbul tog'a yarim soatdan keyin video qo'ygansan. Biza Chorniga kirganmiz. O'zdan o'zi men hayronman. Men telefon qilib aytsam Telegramdan ham Chornidaman. Undan keyin qarayapman, videoni men to'g'risini aytaman, Xudo haqqi va montaj qilib o'zingni profilingda ko'rmadim, to'g'risi. Montaj qilishgan ekanda, tepada meni rasmimni qo'yganishgan ekanda, pastda seni qo'yishgan ekanda, video qo'yishgan ekan, o'shandan ko'rib qoldim. Dedim. Istanbul tog'a menga chiqdi. Sardor dedi, "Azga nima qilding?" dedi. Men aytdim, "Bilmayman" dedim. Ikkinchi xafa bo'lganim, ana ikkita ko'ch chiqib turib, ikkita o'rni yo'q chiqib turib biladi, meni jalab Shavkat Mirziyoyev yurgan Islom Karimovning oldida vaqtida, Islom Karimov o'lgandan keyin Shavkat Mirziyoyev bo'ladi aziz.
Sardor Islom Karimov edi deyapti. Ana shu gapni eshitdimda, gapirmagansan, go'stida o'tirgansan, xafa bo'ldim. Chunki og'ir kuningda do'stim, o'sha payt o'zing bilasan, bironta chiqib turib TikTokda seni gapirtirmadim, gapirtirmayman ham Lyubov payti. Bundan keyin ham yomon bo'lgin, yaxshi bo'lgin, o'sha payt ham boshqada ham qandaydir mushkuling tushgan bo'lsa, oilangda oila a'zoyingdek turganman oldingda. To'g'rimi do'stim? Aytganman ham Lyubov payt. Toshkentdagi problemadan men xafa bo'lganim ikkinchisi ana shundan xafa bo'ldim. O'sha videoni uydagilarimga ham yetib borgan, kimdirlar ko'rsatgan. Sardorjon, o'g'lim, mana shunaqa shu holat. Sen mana shunday holat bo'lganda nimaga shunday bir og'iz o'chiray ovozingda onangizga yoki gandon yo bo'lmasam do'stim o'chiray deb gapirmadi. Undan xafa bo'ldik. Video qo'ygansab qara, mana Aqbala temasin senga xudoylik guring gapiraman, menga ishonasan-ku. Shu paytgacha senga ikkilik qilmaganman. To'g'rimi do'stim? Menga uva yozdi. Sardor tinchlikmi? Men chiqqan kunim. Men aytdim, nima gap? Uva tog'a desam, har xil gaplar eshitib yuribman, shunaqa bo'lgan ekansan. Men endi telefon ushladim qo'limga, tushunyapsanmi? Men aytdim, yo'q tog'a, qayerdan eshitdingiz? Meni hali unday narsa. Shunday bo'ldi-yu, lekin qamalib qoldim-ku, lekin kimdan eshitdingiz? Aqbala aytdi. Aqbala qayerdan biladi u qirg'izistonlik bo'lsa dedim. Keyin u tog'a aytdi, menga telefon qildi. Shunaqa az telefon qilibdi-da yarim kechasi 2 da mana ke sapshi, bunaqa skrinshoti, mana ko'rsataman, mana aziz xohlasang, soat 2 da telefon qilibdi-da, Sardor ketdi. Endi bo'ldi, tamom, efirda qilaylik, aktivlik qilaylik, donatorlar so'ramiz, Sardor donatorlarni deb, aziz menga shunday telefon qildi deb, Aqbala mana bizga shunday telefon qildi. Men Istanbul tog'amga chiqdim, qara, mana zapsi Istanbul tog'amda turibdi. Yana qaytadan xohlasang 3 soat qo'yib beramiz. Biz ishonmadik. Rost, mana keliniz Alloh aziz unaqa qilmaydi dedik. Aqbala sizlarni aldab nima qilaman? Istanbul tog'a, Sardor, Alibanat va aziz menga mana telefon qildi deb. Aqbala bizaga o'zi chiqdi. Biza unga chiqmadik. Menda gapirgan bir zaps papsim bor ekanmi, qo'yib berdimi sizlarga? Biza aytdik shuning uchun. Bizaga zaps ko'rsat. Bizaga dedim, zapsi bo'lsa ko'rsat, biza ishonaylik. Keyin biza dedim, ana chiqaramiz, hukm chiqaramiz. Biza dedim, yo'q joydan osmonni olib chiqarmaymiz. Biza u Istanbul tog'am qayta aytdi. Men senga ishonmayman. Men ham aytdim, men ham quruq gapga 100 ishonmayman. madda ham aytdim, balki 101-150 madda ham aytdim unga. Ishonmaysan. Hozir sizlarni zapslaringizni menga tashab, sizlar bu yerda chumo bo'lgansizlarmi? Biza chumo bo'lmagan. Biza Yo'q, hozir sizlar zapslaringizni menga tashab berib men nima deganman? Nega chumo bo'lgan? Eshitib ko'rsang, men nima deganman? Yo'q, gaplashganni tashab bergan menga polni. Qilayapsan, chiqib turib yomonlaysan, boshqa deysan demaganmiz. Bizaga birinchi nima dedi? O'sha bizni. Meni o'zim dedi. Eshit gapni. Meni o'zim dedi. Mana uva chiqib aytsin. Uva ham shahar tirik. Uva dedi, Aziz bilan battle o'ynaymiz. Ikkita partiya yutaman Azizdi. Uchinchi partiya shunday qaraymanda Sardorni menga telefon qilib, "Men shunday yomonlading, sen onang paloncha bo'lsin deb betiga tupurib chiqib ketaman" degan gapni aytdi. Mana Istanbul tog'am aytsin. Men aytdim, unday gap bo'lgan bo'lsa, zapsda eshitib ko'r. Haqiqatan Aziz shunday deb senga telefon qilgan bo'lsa, meni yomon kunimda ustimdan kulganday qilib shu gapni gapirgan bo'lsa, chiqib turib ommaga gapirib aytgin. Aqbala, bizaga nima degan bo'lsang, o'sha gapni gapirgin deb men galasavoy jo'natdim unga. Boshqa nima deganim yo'q. Shu paytgacha u Nusr bilan biron marta o'zi telefonda gaplashmaganman, Aziz. Bilasan? Endi Sardor, men senga bir narsa aytay, bu narsalar bahona bo'lmaydi. Bu oddiy beli cho'pga narsalarni kuylayapsan. Bu men beli cho'pga qanday Chofga narsa. Men misolda bitta narsada bu narsa nima maqsad? Bu Aqbalaga xo'p, men aytdi ham deylik, misol, men Aqbala Sardor qamalib ketibdi. Yo'q, deganim misol aytyapman. Aqbala Sardor kirib ketib qoldi. Davay battle o'ynaymiz desam ham u hech narsa o'zgarmaydi-ku aytdi. U narsa hech narsa emas-ku. Aziz, meni do'stimsan. Men seni og'ir kuningda 15 kun bo'lsa, 7 kun efir agar seni men yomonlagan bo'lsam ekan, sen unda mendan xafa bo'lsang, seni ayin chiqib yomonlayapti. Meni odam chiqib seni yomonlasa, u boshqa edi. Meni ayam chiqib yomonlamayapti. Aziz, meni ayam aytayapti, do'sting yo'q ekan, do'stman deb yurgan, shuncha payt uyingga kelib non tuzib yurgan, borib keldi qilib yurgan, borib yurgan odamlaring chiqib turib, gostida shunaqa dedi. Ayam o'sha
o'sha videoni ko'ribdi, Aziz ana go'shtiga chiqib turib, nimalar degan ana u? Sardor, men ham uni ko'rdim. Aytdim, men gapirmaganman. Onaxon meni ham qo'shib Aziz, Sardordan ham kuchayib ketganman. Sardor hech kim emas deb. Meni aytdi, unaqa degan joyim yo'q. Noto'g'ri gapirdi onaxon. Mayli bir og'iz, mayli bir og'iz shunaqa deb. Nimaga Keyin efirda aytyapsan, men shunda ham seni oilangga, onangdan o'shanda ham kechirim so'rab video qo'ydim, onajon. Mendan o'tgan bo'lsa uzr dedim. Sen efirda turib, ular kim naq qo'y deyapsan. Bittasi jalam naq otasini boqolmaydi naq qo'y. Menga xuling naq qo'y bilan naq qo'y menga. Bilatayda qilyapsan. Gapirmaganman u joyda. Sen Aziz deb gapirdingmi? Aziz demagansan, endi uni gapirganim yo'q edi u paytda videoni. U paytda videoni ko'rganim yo'q edi. Istanbul tog'a bilan o'tirgan payting, chiqqan payting, o'sha telefonda WhatsAppda ayin gapirib bo'ldi. Keyin Istanbul tog'a chiqqanda aytyapsan. Bittasi nahvi bilan otasini boqolmaydi bilan, bittasi unaqa menga qo'tag'imga ulayda qilammi deb turib o'zing gapirding. Menga g'ashim keldi. Sen aytdimmi? Seni o'sha bittasi. Aytdi, gaplashgan oilasini boqolmaydi dedi. Bizni ikki kishimiz xolos aytdi. Sardor. Qanday ikki kishi? Hoji bilan zikti gapirganmi? Zikti otasi yo'q-ku, zikti otasi yo'q. Sardor, 1 minut Aziz. Bilet, 1 minut. Sardor, onday degan bo'lsang, meni bilasan, men qaraf odam, men ishki o'rtada turaman sizlar uchun. Bilaman. Sen onday degan bo'lsang, otasini ham boqolmaydigan bo'lsang, o'zingiz turadingiz-ku, unda o'zingiz turadingiz. Azizga tegish. Aziz bilan Azizga guring qilmaganman. Yo'q, bilaman ishi. Azizga guring qilmaganman. Azizga tegishli bo'ladi. Chunki otasi bilan hozir kim nimada? Aziz. To'g'rimi? Yo'q, Aziz emas. Men tegishtirib aytganman. Oilasini boqolmaydi, otasini boqolmaydi. Yo'q. Bo'ldi. Bunga tegishi mumkin. Bunda ham xatosi nima chiqmayapti, bilet bizga. Va chiqmayapti emas. O'sha efirdan keyin gaplashdik-ku biz 4 talamiz. Men sizga aytdim, efirga chiqib, Sardor xafa bo'lmasin, uzr, men Sardor bilan mana shu yerda biz yakun qilamiz. To'g'rimi? Aziz, tamam. Aytdingiz to'g'ri. Aziz mana 7000 kishi bor. Ben yana aytyapman. Sardor do'sting yo'q. Siz nimaga o'ziga olyapsiz? Ali Banat nimaga o'ziga olmadi? Haji nimaga Ben yana aytyapman, Aziz. Menga bu TikTokdan bir so'm foyda kerak emas. Men nima ish qilishimni siz juda yaxshi bilasiz, Aziz. Menga bu TikTokda o'tirgan nima kerak emas menga. Pul, nima, ani boylik kerak emas. Xudoga shukr, o'zimga yarasha nimam bor. Keyin siz menga chiqib, Istanbulga nimaga unday dedi yengam, kelini. Aziz jinnimisizdimi o sizni? Siz men ham aytdim, ha, haqiqatan do'stim yo'q dedim. Istanbul tog'a bu dunyoda hamma o'z uchun prav, men sizga aytganim bilan bo'ladi. O'sha yerda keyin opam aytyapti, it bular, haromilar deyapti. Hammasi it haromi deyapti.